Tojikiston Pomir tog' etagida joylashgan va dengizga chiqish imkoniga ega bo'lmagan Markaziy Osiyodagi eng kichik davlat. O'zbekiston bilan g'arbda va shimol-g'arbda, Qirg'iziston bilan shimolda, Xitoy bilan sharqda, Afg'oniston bilan janubda chegaradosh. Poytaxti Dushanbe shahri. 1994-yildan beri prezident lavozimiga 1999, 2006 va 2013-yillarda Emomali Rahmon saylangan. 94-yilda prezident etib saylanguniga qadar Emomali Rahmon Kommunistik partiyaning a'zosi edi. Davlat tili tojik tili. Tojikiston esa Markaziy Osiyodagi farsiy tilli yagona davlat. Tojikiston aholisining aksariyati sunniy musulmonlar. Tojikiston aholisi 9,727,807 kishi. Aholi tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. 1959-yilda 1,981,000 kishi edi. 1989-yilda esa 5,109,000 kishi. Aholi o'sishining asosiy omili yuqori sur'atda tabiiy ko'payishdir. Rossiyada 1 million Tojikiston fuqarosi yashaydi va ishlaydi. 2010-yilgi aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, mamlakat aholisining 84,3% tojiklar, 13,9% o'zbeklar, qirg'izlar 0,8%, ruslar 0,5% ni tashkil qilgan. 2020-yil aprel oyidan fuqarolik holati dalolatnomalarini davlat ro'yxatiga olish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritildi. Bu esa familiyasi va otasining ismida slavyan qo'shimchalaridan foydalanishni taqiqlaydi. Mamlakat aholisining katta qismi sunniylikning Hanafiy mazhabiga e'tiqod qiladi. Mamlakatning sharqiy qismida Pomir xalqlari aholining asosiy qismini tashkil etadigan tog'li Badaxshon avtonom viloyatida Ismoiliy shiyalari islomning o'ziga xos oqimlaridan biri hisoblanadi. Tojikiston Badaxshon tog'larida zardushtiylik e'tiqodlari saqlanib qolgan mamlakatlardan biri bo'lib, bir necha o'nlab zardushtiylik ibodatxonalari mavjud. Miloddan avvalgi 2-mingyillikning boshlarida tojik millati ajdodlari Hind-Aryan qabilalarining Hind-Yevropa qabilalaridan ajralib chiqib, Markaziy Osiyoga ko'chib o'tdi. Miloddan avvalgi 2-mingyillikning oxirida Hind-Eron qabilalarining bir qismi zamonaviy Eron va Shimoliy Hindiston yerlariga ko'chib o'tdi. Tojikiston tog'li Badaxshon avtonom viloyati, So'g'd va Xatlon viloyatlari va respublikaga bo'ysunuvchi tumanlardan iborat. Tojikiston tabiiy resurslarga boy, ammo respublika hududining 93%ni tog'lar egallaganligi sababli ularning ishlab chiqarilishiga zaif infratuzilma to'sqinlik qiladi. Tojikiston asosiy Yevroosiyo transport oqimlaridan uzoqda joylashgan. Tojikiston nomi 1924-yilda O'rta Osiyoning milliy hududiy taqsimlanishi va O'zbek SSSR tarkibida Tojik ASSR tashkil etilishi natijasida paydo bo'lgan. 1924-yilda tashkil topgan Dushanbe shahri 3 ta qishloqning Sari Osiyo, Shohmansur va Dushanbening birlashishi natijasida poytaxtga aylandi. 1929-yil 16-oktyabrida Tojikiston SSSR tashkil etildi. Shu yilning dekabr oyida SSSR tarkibiga 5-ittifoq respublikasi sifatida kirdi. Tojik SSSRning asosiy ixtisosligi paxta sanoati edi. 1991-yilda SSSRning qulashi oqibatida Tojikiston mustaqil davlatga aylandi. 1992-yil 5-maydan 1997-yil 27-iyunga qadar fuqarolar urushi yillari kechdi. Urush davrida respublika iqtisodiyotiga yetkazilgan zarar $10 milliard oshdi. Tojikistondagi fuqarolik urushi Birlashgan Tojikiston muxolifat qarshisida markaziy hokimiyat tarafdorlari va turli guruhlar o'rtasida qurolli millatlararo mojaro. Birlashgan Tojikiston muxolifati 1993-yildan 1997-yilgacha fuqarolar urushida hukumat qo'shinlariga qarshi kurashgan demokratik, liberal va islomiy isyonchilar uyushmasi orasida kechgan. Sobiq kommunistik elita va milliy demokratik va islomiy kuchlar o'rtasidagi qarama-qarshilik siyosiy sohadan etnoklanga o'tdi. Hukumat tarafdorlari tomonidan Tojikiston Xalq fronti tashkil etildi.
1992-yil 27-sentyabrda Xalq fronti ilgari islomchilar tomonidan qo'lga kiritilgan Qo'rg'ontepa va undan keyin qo'shni mintaqani egalladi. O'zbekiston tomonidan Xalq fronti cheklangan siyosiy ko'rinishda qo'llab-quvvatlandi. Rossiya Tojikiston Xalq frontiga yashirincha yordam berdi. Eng shafqatsiz qarama-qarshilik 1992-yilning avgust oyi oxiridan 1993-yilning iyul oyigacha davom etib, mamlakat deyarli ikki qismga bo'lindi. 1992-yilning kuzida Tojikistonning janubidagi ko'plab fuqarolar urushdan qochib, Afg'oniston chegarasini kesib, Tojikistonning tinch hududlariga, shuningdek MDHning boshqa respublikalariga ko'chib ketishdi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, taxminan 1 million aholi majburiy ko'chgan. 200 ming qochqinlar, jumladan 60 mingdan ortiq tojik Afg'oniston chegarasini kesib o'tgan. 1993-yilning yozidan boshlab mojaroning intensivligi pasayib ketdi. Biroq ayrim to'qnashuvlar 1997-yil 27-iyun qarama-qarshi tomonlarning kelishuviga qadar davom etdi. Tojikiston shimolida, So'g'd viloyatida dunyodagi eng yirik kumush konlaridan biri, katta koni Mansur joylashgan. Shuningdek, Tojikiston qimmatbaho toshlar, uran, oltin, ko'mir, alyuminiy va polimetal rudalarga boy. Tojikiston katta gidroenergetika salohiyatiga ega bo'lgan agrar-industrial mamlakat, yirik mineral resurslar konlari va katta sayyohlik salohiyatiga ega. Uzoq davom etgan urush, u bilan bog'liq halokat va insoniy yo'qotishlar iqtisodiyotda keskin pasayishga olib keldi. So'nggi tinch yillarda iqtisodiyot va turmush darajasi sezilarli darajada oshdi. Agar 1990-yilgacha Tojikiston 3 millatli respublika, tojik, o'zbek, rus millatidan iborat bo'lgan bo'lsa, 1990-yildan keyin 2 millatli tojik va o'zbeklar ko'rinishiga keldi. Aholi ichida o'zbeklarning ulushi 23% dan 13,94% gacha kamaydi. Qirg'izlarning ulushi deyarli o'zgarmadi, 1% dan biroz ko'proq. Respublikaning davlat tili tojik tili. Tojikiston konstitutsiyasiga ko'ra, millatlararo muloqot tili rus tilidir. Bir qator hududlarda o'zbek va qirg'iz tillari keng tarqalgan. Mamlakat gidroenergetika sohasida muhim salohiyatga ega. 527 milliard kilovat soat. Bu gidroenergetik quvvatning umumiy hajmi. Shu jumladan texnik jihatdan foydalanish mumkin bo'lgan quvvat 202 milliard kilovat soat va iqtisodiy jihatdan qurilish uchun 172 milliard kilovat soat quvvat to'g'ri keladi. Bu davlatni energiya manbai bilan dunyodagi eng yaxshi ta'minlangan mamlakatlardan biri qiladi. Mutlaq ishlab chiqarish potensiali bo'yicha 8-o'rin. MDH mamlakatlari orasida bu ko'rsatkich bo'yicha mamlakat faqat Rossiyadan keyin 2-o'rinda turadi. Shu bilan birga, mamlakat elektr ta'minotida yillar davomida elektr tanqisligi sezilmoqda. Tojikiston aholisining taxminan 70% qish mavsumida keng tarqalgan elektr taqchilligidan aziyat chekmoqda. 2700 gigavat soat, ya'ni umumiy elektr ehtiyojining taxminan 4/1 qismi darajasida taxmin qilingan bu elektr tanqisligi. Hisob-kitoblarga ko'ra, u har yili 200 million dollardan ortiq bo'lgan iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi deyiladi tadqiqotda. Tojikiston Markaziy Osiyo energetika tizimi orqali elektr energiyasini tijoriy yetkazib berish doirasida qo'shni mamlakatlar bilan o'zaro hamkorligi to'xtatilganda 2009-yilda elektr energiyasi taqchilligi darajasi sezilarli darajada oshdi. Mazkur elektr taqchilligi O'zbekistonning Markaziy Osiyo energetika tizimidan chiqib ketishi va Turkmaniston elektr energiyasini O'zbekiston energetika liniyalari bo'yicha Tojikistonga olib kirishiga bir tomonlama taqiq qo'yilishi natijasida paydo bo'ldi.